Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugungi podkastimizni asosiy maqsadi biznesni endi boshlayotgan yoki bo'lmasa biznesni boshlab yaxshi daromadga chiqmoqchi bo'lgan biznesmenlar uchun yaxshi tavsiyalarni berib boramiz. Bugungi podkastimizni mehmoni biznes ustoz desak ham bo'ladi. Suhbatimiz davomida yana ularning ochilmagan kasblari ochiladi. Doston aka bo'ladilar. Doston aka, assalomu alaykum. Yuqorida aytganimdek, sizni o'zi kim deb tanishtirganimiz ma'qul. O'zingizni kim deb bilasiz? Hayotdagi o'rningiz qanaqa o'zi? Hozir nimalar bilan bandsiz? Tadbirkorman, biznes bilan shug'ullanaman. O'z biznesim bor, biznesim ta'lim yo'nalishida odamlarni o'qitib kelamiz. Shu kungacha 3 yildan beri 4000 tadan ko'p o'quvchim bor va o'sha o'quvchilarni ham hamma darslarni ustozlik qilib, o'zim bosib o'tgan yo'lni qanday qilib ular ham bosib o'tishini yordam berib, biznes ustozlik ham qilaman. Shunda ikkita kasbim bo'lsa kerak, tadbirkor va biznes ustoz. Transformatsion ustozga ham ozgina o'qidim. Zo'r, lekin menga uncha yoqmadi. Xuddi ko'proq psixologiya, fikrlash shu. Lekin juda chuqur tushunaman. Albatta. Mana 26 yoshsiz. 27 ga to'ldim. 27 ga to'ldingiz. Lekin siz yoshingizdagilar hali biznes boshlashdigul, endi o'qish bitirib, qaysidir ishga borib, hali tetapoya qilyapti, lekin siz yosh bo'lishingizga qaramasdan o'zingizning biznesingiz bor va ko'plab shogirdlaringiz bor bu sohada. Oddiy oiladan chiqqan ekansiz, eshitishim bo'yicha. Qanaqa paydo bo'ldi biznesga qiziqish? O'zi bu sohaga kirib kelish siz uchun yangilikmi yoki avvaldan o'sha bolalikdan tayyorgarlik ko'rib biznesmen bo'laman, biznes bilan shug'ullanaman, shogirdlarim bo'ladi degan fikrlar bo'lganmi? Yo'q, boshlanishida o'z yoshligimda men xayolimda yoki harbiy bo'laman deb o'ylaganman yoki pilot bo'laman deb o'ylaganman. Shunga tayyorgarlik ko'rganman. Pilot samolyotda bilasiz-ku, haydaydigan grajdanskiy. Ko'pchilik bolalikda orzu qiladigan kasb. Yoki harbiy yoki u. Keyin katta bo'lib o'sha 16-15 yoshimda o'qishni pulini eshitganimdan keyin Sankt-Peterburgda o'sha payt bo'lardi. 5 yil o'qishga taxminan $100,000 dan ko'p pul kerak bo'lgan o'sha vaqt. Kontrakt, uchishga, o'sha praktika qilishga. Bo'ldi, unda men pul ishlayman. Pul ishlaganimdan keyin pul yig'aman. Endi uydagilarimda yo'q uncha pul. Keyin pulim yig'ilganidan keyin boraman deb o'ylaganman. Keyin shunaqa qilib biznesga kirib qolganman. Shu biznes qilib pul ishlaganman. Keyin qarasam, ishlayotgan pulim pilotlarning oyligidan ko'p bo'lgan bir oyda. Biznesimdan. Nima qilaman men 5 yil borib o'qib, agar hozir o'zida men undan ham ko'p pul ishlay olsam deb o'shandan keyin biznesga qiziqish uyg'onib, shu biznesga sho'ng'ib ketganman. Ayollar kiyimini sotishni boshlaganman birinchi bo'lib. Demak, afsuslanmaysiz hozir bu sohani tanlaganingizga. Umuman biznes bo'yicha mana hozir shogirdlar tayyorlayapsiz. Yaxshi daromadga chiqqan shogirdlaringiz bor. O'z-o'zidan hali daromadga endi chiqayotganlari ham bor va yoki chiqmaganlari ham bo'lishi mumkin ichida. Endi bu hayot shunaqaki, mana o'zingiz tajribangizdan ayon xatolar ustiga quriladi. Qancha ko'proq xato qilsangiz, shuncha pishib borasiz. Kelgusi safar o'sha yo'lga kelganingizda o'ylabroq ish tutishni boshlaysiz. Umuman sizga qimmatga tushgan xatolar bo'lganmi va bundan qanaqa saboq olgansiz? Juda ko'p xatolar qilganman. Eng qimmat xato bir marta Xitoyga borganman tovar olib kelishga, birinchi marta. Hayotimda birinchi marta Xitoyga bordim. Undan oldin Bishkekka qatnardik kiyim olib kelishga. Ayollar kiyimini sotganman Bek Barakada. Optim. Xitoyga borganman, juda ko'p tovar olib kelib qo'yganman xullas. U tovar sotiladimi yo'q bilmasdan turib, tanlab 500 ta, 1000 ta bitta fasondan, 1000 ta, 500 ta, 1,5 mingtadan olaverganman. Bir 30-40 ming dollarlik tovar olib kelganman. Bir 4 yil sotganmiz u tovarga. Birinchidan yozgi mahsulot bo'lgan u. Yozni boshida kelish kerak. Bilsangiz endi 1 oy oldin, mana misol iyunda yoz bo'lsa, mayda u tovaringiz bo'lish kerak qo'lingizda. Optimda 1 oy oldin yuradi Optim. Ammo uni iyunni oxirrog'iga o'rtasiga olib kelib qo'yganman. May boshida bo'lish kerak bo'lgan tovar. 4 yil sotganmiz shu ostatka qilib. Pulimiz muzlab qolgan. Men o'ylaymanki, katta xatoyim shunda bo'lgan. Bu xato sizga qanchaga tushgan? Sir bo'lmasa. Shu mana 30-40 ming dollarga. Demak, shundan 20 yosh bo'lgan, 21 yosh bo'lganman. 21 yoshda shuncha xato qilib, o'zingizga saboq chiqargansiz. Qoplaganmi keyin? Endi qoplab ketadi. Bir mana misol 30-40 ming dollarlik tovar olib kelgan bo'lsam, ichida 10 ming dollarlik tovarini sotib yuborganman 25 mingga. Keyin o'sha 25 mingga yana tovar zakaz qilib,
olib kelganmanda 40 ming 35 mingga sotib yuborganman. Shunaqa qilib bir 3-4 oyda chiqarib olganman pulimni. Ostatga qolib ketgan ham, pulim ham chiqqan. Lekin ostatga qolib ketgan, 4 yil, 3 yil sotganmiz. O'sha haligacha aytaman, birinchi sot, keyin olib kel. Oltin qoida. Birinchi olib kel, keyin sotishni qanday sotishni o'ylama. Juda ko'pchilik bizda shunaqa biznes puli bor. G'ish zavodini quradida, g'ishni ishlab chiqarib, keyin o'ziga mijoz qidiradi. Kimga sotsam, necha puldan sotsam deb keyin qiladi. Keyin qarasa, u sota olmaydi, yana nimadir. Shuning uchun birinchi bo'lib bizda shunaqa oltin qoida bor. Birinchi sotib ko'r, odamlarga kerakmi, shu narxda olishga tayyormi? Talab bo'lsa, keyin o'sha narsani ishlab chiqar yoki olib kel va hokazo. Tushunarli. Mana aytadigan bo'lsam, siz o'sha birinchi biznesingizni 21-20 yoshdan boshlagansiz, to'g'rimi? 19 yoshimda. Deylik 19 yoshdan deylik. Mana biznes boshlamoqchi bo'lgan insonlarni baribir xohlaydimi yo'qmi, qo'lida baribir ozgina bo'lsa ham summasi bo'lishi kerak. Mablag'siz bozorga kirib bo'lmaydi, o'zingiz bilasiz. Mana shu borada siz qanaqa pozitsiyani tutgansiz? O'zingizda deylik yig'ib boradigan doimiy mablag'ingiz bo'lganmi yoki sizga kimdir mablag' borasida yordam bergan? Boshlanishida o'zi pul yig'ib yurardim har doim. 5 million so'm, 10 million so'm pulim bo'lardi, yig'ib qo'ygan. 3 million, 15 million eng ko'p chiqqan bo'lsa shunaqa. Lekin men nima tarafdoriman? Har doim biznes boshlaganda pulsiz boshlash tarafdoriman yoki minimal summa bilan. 10 ming dollar tikib do'kon ochish kerak emas, 30 ming dollar tikib restoran ochish kerak emas. Men o'zim ham bunaqa katta pul tikmaganman, 200-300 dollar pul tikib boshlaganman o'zimnikini ham. Qanaqa u ham? 200-300 dollar keyin, hozir birinchisini aytaman sizga. Birinchi o'sha payt Tork.uz bo'lardi. Hozir OLX bo'lgan. Bilasizmi? Onlayn do'kon. Prosta OLXda mana hozir kirib nimadir sotsa, bu narsalar sotiladi, yangi narsalar ham sotiladi, bilsangiz. 20-10% yangi bo'lsa, eskisi ko'p. O'shaga kirib, mana Bekbaraka bozoridaman, Optim sotadi bittasi, ko'p kurtka sotardi, qish ayollar kurtkasi. Xitoydan birinchi qo'li edi, 130-150 dan olib kelib berardi Optim. Biz uni 200 ming, 250 ming, 300 ming qo'yib sotardik. O'sha payt men birinchi OLXga rasmlarni joylashtirib chiqqanman. Savdo bo'lmagan bir haftacha. Buyurtma tushmagan. Haligacha esimda bor, OLX ichida reklama sotib olsangiz bo'ladi. Topga ko'taradi. U payt 18 ming so'm edi primerni. Kuniga men ishlataman, 50 ming so'm ham, 50 ming ham, 70 ming ham ishlatardim shunda, lekin o'sha 18 ming so'mni qizg'anardim, agar oqlamasachi, pulim kuyib qolsachi deb. Pulim bor bo'lmasa. Esimda bor, bankomatga borib tiqib, OLXga to'lab, 18 ming so'mga ko'targanman. Zakaz tushgan, qora suv tarafdan tushgan, uzoqdan. Bekbarakadan o'sha mahsulotni, zakaz tushgan narsani olganman va o'sha qora suvga yetkazib berganman. Primerni menga 150 ming, 200 ming pul qolgan o'sha vaqt. 18 ming ham chiqarib olganman. Mana shunaqa qilib ko'payib ketgan. Buyurtmalar ko'payavergan, anu bilan kelishib olganman. Olib ketaman, sotilganiga pul olib beraman, sotilmaganini qaytarib beraman. Shunga rozimisan deb kelishib, rozi qilib, shunaqa boshlaganman o'zi onlayn do'konni birinchi bo'lib. Hozirgi kunda ham shuni o'rgatamiz, bemalol juda ko'p misollar bor. 3 dollar, 10 dollar, 20 dollar pul tikib 10 million, 20 million, 30 million ishlayapti. Juda ko'p o'quvchilarimiz. Haligacha ishlaydi bu tizim. Mana videolaringizni ko'rib chiqdim. Siz asosan mana shu daromadlaringizni bemalol ochiqchasiga, masalan, qancha topishingiz yoki bo'lmasa shogirdlaringizni qancha topishi bemalol ochiqchasiga aytaverar ekansiz. Bizda bilasiz, tadbirkorlar, ayrim hammasini ham aytolmayman, ayrim tadbirkorlarni ongida shunaqangi fikr paydo bo'lib qolganki, men hozir mablag'imni ochiqlasam, nalog oshadi, boshqa bo'ladi, meni orqamni ko'radiganlar ko'payadi, ketimga tushadiganlar bo'ladi. Endi bilasiz, men hozir eski paytda ko'lamoqchi emasman, lekin biz ayrim o'sha eski paytdan birini ishlab keladigan tadbirkorlarimiz fikrida bitta narsa borki, qo'rquvi bor. Masalan, o'zini milliardlab daromadi bo'lsa ham oddiy velosipedda yurishadi ko'chada. Shunaqa tadbirkorlarni bilaman. Yoki bo'lmasa oddiy mashinada yurishadi. Hech ham o'zini anaqa daromadini ham, boyligini ham ko'z-ko'z qilish xohlamaydi. Shu baribir hadik bor. Sizda shunaqa holat bo'ladimi? Endi men ham ko'z-ko'z qilmayman. Endi so'rashni savol bersangiz, ko'z-ko'z qilishda emas, ochiqchasiga masalan qo'rqmasdan aytaverasiz. Nima jasorat bu? Nima sabab bunga? Birinchidan, men o'sha vaqtda qiyin davr paytlari, endi o'sha oldin bilasiz ham, tadbirkor bo'lib ko'p pul ishlasangiz, realni tekshiruv kelgan, realni o'sha vaqtlar eshitganman-da, yosh bo'lganman. U vaqt men biznes qilmaganman. Balki shuning uchun qo'rquvim yo'qdir. Hozir endi yangi vaqtlarda men biznesimni boshlagan vaqtim o'sha nima desa bo'ladi.
zamon o'zgargan zamonda boshlaganman. Balki shuning uchundir. Keyin ikkinchisi nima qilaman bekitib. Borini ochiqcha aytaman, mana tam misol davlatning byudjeti bor. Qancha byudjet tushyapti, VVPsi qancha, ochiq oydin Google ga kirib yozsa chiqadi-yu. To'g'rimi? Misol bekitmaydi-ku ko'p insonlar. Zafar Hashimov Korzinka misol u ham bekitmaydi. Polностью mana shuncha оборот qildim, shuncha dunyodagi katta korxonalarni olsangiz, IPO любой top 100 taligini bekitishmaydi, qancha sotuv qildi, qancha foyda, hammasi ochiq oydin ko'rsatishadi. Men o'ylayman, ochiq oydin ko'rsatgan yaxshi, soliq to'lash kerak, просто oq ishlash kerak. Oq ishlamaydiganlar qo'rqadi ko'rsatishga. Sen 10 milliard savdo qildim deding, lekin soliqda 1 milliard turibdi. Nimaga 9 milliardi qani deb. Mana shunaqa savol kelmasligi uchun bir xil bekitib etmaydi. Tekshiruv kelmasin. Demak, sizni kursingizda o'qiydiganlar uchun ustoz sifatida sizlar real natijalaringiz bor. Конечно. Chunki hozir mana o'zingiz bilasiz, bu sohada ham kurs sotadiganlar juda ham ko'payib ketdi. O'zi aslida tegini surishtiradigan bo'lsangiz, uni deyarli real daromadi yo'q, faqat shu kursdan foyda qiladi. Shu o'ylab qolasiz, o'zi bunaqa kurslarga ishonish kerakmi yoki yo'qmi? Shu kurs sotayotgan odam o'zining real natijasi bormi? O'zi nima ish qiladi o'zi u? Mana bu qo'liga taqolgan soatlari yoki olgan kiyimlari, brend kiyimlari ijarami yo o'zinikini rostdan olganmi? Ba'zida shunaqa hozir odamlarga ham ishonch bo'lib qolmayapti-da, kuzatayotgan auditoriya ham o'ylamayaptiki, shoshma, oldin bu tadbirkorni yo biznesmenni yo mana shu biznes murabbiyni oldin o'zini real natijasini ko'raylik, bormi yoki yo'qmi? Shu dars o'tishga arziydimi yoki yo'qmi degan fikr ham bo'lish kerak men nazarimda. Bozorda bordir shunaqalar, realni kimdir nimani ijaraga olib qiladiganlar bordir. Men to'g'risini aytsam, ishonmayman bu narsaga, lekin ko'pchilik aytadi shunaqa bozorda bor, shunaqa ijaraga mashina olib, aniq qilib qilishadi deydi. Bilmayman, men mashinam bo'lmaganda, misol, oldinlari chiqaverganman mashinam, yo'qda, icho, nima qilibdi. Bitta maqtanib aniq qilishmas. Lekin men o'zimga kelsam, 6 yil kiyim sotganman, ayollar kiyimini, o'sha 6 yil sotgan tajribamni o'rgatishni boshlaganman o'zim. Qanaqa qilib ta'limga kirib qolganman, bir marta kurs bitiruvchilari, bitta kurs o'qiganman, rus tilida kurs. O'sha yerda bir 150 ta odam o'qigan, O'zbekistonda, Toshkentda. Ular bilan borib, kechki ujinga borib o'tirib ovqatlanganmiz hammamiz. O'sha yerda aytishgan, kelinglar, nima yig'ilib turinglar. Faqat dars yo'q. Men o'sha payt $21,000 ga o'qish sotib olganman, lekin 5 ta moduli bo'lsa, bitta modulni ko'ruvdim. Bizda 1 yil o'tib ketib bo'ldi. 2, 3, 4, 5 modulni ko'rmaganman, men ularga taklif berdim. Kelinglar, mana shu o'qishimni birga ko'raylik. 2, 3, 4, 5 modulini. Bitta modulda 10 ta dars bor. Bu degani 1 oy ko'rasiz bitta modulni, 5 oy vaqt yoki 1 yil vaqt. Har shanba yig'ilamiz. Men o'sha dars qo'yaman, birga ko'rib, uyga vazifalarni bir-birimizga yordamlashib, tadbirkorlarda hammasi biznesimizni rivojlantirishga birimiz yordam beramiz deganman. Bo'ldi deyishgan ular. Davay menga pul beringlar, men joy arendaga olishimga va hokazo deganman. Shu yerda 100 ming, 150 mingdan berishgan. Olganmanda joy olib o'sha narsani hammasini qilganman. Shunaqa qilib har shanba yig'ilganmiz. 1 oy 2 oydan keyin qarasam, bizni o'qishda o'qimaganlar ham bizga kirishni xohlagan. Biz ham boraylik, biz ham eshitaylik, dars qilaylik, sizlar bilan yuraylik deb. Mana shunaqa qilib biznes klub bo'lib ketganmiz. O'zim ham umuman ta'limga kirib qolganman, shunaqa qilib 6 yil kiyim sotib yurgan bo'laman. Keyin ta'lim yo'nalishiga kirdim. 3-4-5 oy o'tdi. Ikkita biznesni qilib yururdim. Где-то bir 6 oy o'tgandan keyin qarasam, kiyimda agar foyda qilmasam bir kun vobshe qilgim kelmaydi. Bo'ldi, bu biznes yoqmayapti, boshqa biznes qilishim kerak, bunaqa derdim-da. Lekin bu biznes klubda minusga kirib ketsam ham xursandman. Har kuni turib borib, davay qilaman deb, o'sha intilib, o'sha narsaga qanaqadir intilishim, pulsiz ham qilishga tayyor bo'lgan ishim bo'lgan. Shuni topganman. Shuni topganimga o'zimga o'zim savol berganman. Nima qilishim kerak? Men 6 yil vaqtimni kiyimga ajratdim. Juda ko'p pul ishladim kiyimdan. Bilmayman, 20 ming, 30 ming odamni kiyintirdim. Endi bundan buyog'iga shu kiyimni sotib yuraveraymi yoki-da qanaqadir o'zim uchun yuragimdagi ishni qilib odamlarga foyda keltiraymi deb savol berganimda, missiyam nima o'zi, bu dunyoga nima uchun tug'ilganman degan savol bo'lganda, endi buni 5-10 ming dollar ishlab yurgan tadbirkorlar tushunadi men gapim. Ungacha siz faqat pul ishlash bo'ladi. Nima ish bo'lsa ham qilib pul ishlab olish. Unga chiqib qolganingizdan keyin pul motivatsiya bermaydi o'zi sizga. Pul ishlash uchun energiya topa olmay qolasiz. Juda qiyin bo'ladi. O'sha payt pul uchun emas, o'zim uchun nima qilishim kerak degan savolga javob izlaganimda, mana shu narsa kelgan, odamlarga o'qitaman, odamlarga yordam beraman. Ular ham xuddi mendek oddiy oilada yashashsa,
chiqib o'zini biznesini boshlab katta tadbirkor bo'lib, tadbirkorlar dunyoni o'zgartiradigan insonlar, dunyoga foyda keltiradi, bilsangiz. Men buni ham tadbirkor qilgan, men bu stolni ham tadbirkor o'ylab topgan, stakanni ham, kiyimni ham, hamma narsani tadbirkorlar qilgan. Bizning hayotimizdagi qulaylikni tadbirkorlar o'ylab topgan. Telefonimizni ham Steve Jobs birinchi bo'lib iPhone chiqargan. Shuning uchun men o'ylayman, что tadbirkorlar dunyoni o'zgartiradi. Ko'proq odam tadbirkor emaslar, tadbirkor bo'lib ko'rish kerak degan fikr uyg'onib, missiyam shu bo'lib, ko'proq tadbirkor O'zbekistonda bo'lsa, biz O'zbekistonni biznesini teparoqga ko'tarsak, O'zbekiston iqtisodiyoti ham teparoqga ko'tarib, pulimiz ham oshadi. Pulimiz oshsa, O'zbekiston tezroq rivojlanadi. Shuning uchun men umrim oxirigacha shu ishni qilishga tayyorman. Bo'ldi, men uchun kim nima deydi, o'qish sotadimi, nima desa ham meni maqsadim bor. Shunaqa. То есть har doim gapiradi odamlar. Misol aytyapsiz-ku, mana o'zini biznesi, mana hozirgi kunda oxirgi 3 yildan beri men faqat ta'lim biznesi bilan shug'ullanaman. Faqat kurs sotishdan pul ishlayman. Men misol. Lekin bu yerda hech qanaqa yomon tarafini ko'rmayman. Nimaga? Chunki fokusim bitta biznesda va bitta biznesni o'stirishdaman, miyam. Chunki ikkita biznes qilib qo'ysam bo'ladimi? Bo'ladi. 3 ta, 5 ta qilib qo'ysam bo'ladi. Har tam cherizda menga takliflar tushadi. Men biznes qilaylik birga, bu biznesni birga qilaylik deb juda ko'p odam taklif beraman. Qilmayman, olmayman u narsalarni. Har kuni. Lekin men bitta biznes bor, shu biznesni men $1 million ga chiqaray. Keyin уже o'ylab ko'raman ikkinchi biznes haqida. Xo'p, lekin asosiy maqsadim shu, 4200 ta o'quvchi chiqardik, Xudoga shukr. Shu kungacha 95% juda ham rozi va ham xursand. Bizda o'qishimiz juda ko'p insonlar tadbirkor bo'lib ketdi, juda ko'plar hayotini o'zgartirdi. Qilayotgan ishimdan xursandman. Odamlarga foyda keltiryapmiz. Odamlar bari gapiradi, deb mana gapirdingiz. Agar biznes qilsangiz, traditsion biznes qiling. Misol, restoran oching, kiyim soting, nimadir biznes qiling. Mana o'zi biznes qilyapti, birovlarga o'rgatmayapti. Ichi qora, xasis deydi. Agar o'rgatmasangiz. Traditsion biznes qilib, ham o'rgatsangiz, o'zini biznesidan yaxshi foyda qilmayapti-da. Endi u biznesni o'rgatishga o'tib olgan. Pul yaxshi-da, yo'qdan oson deydi. Traditsion biznesni qilmay, faqat kurs qilsangiz, bu kursdan zo'r pul ishlaydi, traditsion biznes bankrot bo'lib ketgan deydi odamlar. Tushunasizmi? To есть nima qilsangiz ham baribir odamlar gapiraveradi. Shuning uchun odamlarni gapi to'g'ri gapirsin deb yashash bu tupik, oxiri baribir taqaladigan joy. Hech qachon bunga yoqsangiz bu 20 taga, bu 20 taga yoqmaysiz. Bu 20 taga yoqsangiz, bu 20 taga yoqmaysiz. Kimgadir xullas har doim yoqmaysiz. Bu normal holat. Endi shu o'rinda xulosa qilib aytadigan bo'lsam, mana gaplaringizdan, har bitta inson o'zi maza qilib ishlaydigan kasbda ishlashi kerak. Masalan, men boshlovchi sifatida o'zim ishimni yaxshi ko'raman. Masalan, meni soat 2 da chaqirsangiz ham bemalol kelib boshlovchilik qilib ketishim mumkin. Bu men uchun faqat maza qilaman. Sodda qilib, jaydari qilib aytganda kayf qilaman kasbimdan. Shu o'rinda mana yuqorida gapingizdan men xulosa qilib aytmoqchiman. Shunda siz bozorchilikdan maza qilmaganmisiz, rohat qilmaganmisiz? Mana bu kasb o'zi sizni tarelkangiz, na svoyo tarelku deydi-ku. Bu sani joying emas. Ya'ni sizni bozorchilik, savdogarlik kasbingiz sizni joyingiz bo'lmaganmi shunda? Kiyim sotish meni ishim bo'lmagan. deb o'ylayman. Faqat pul uchun qilgansiz. Faqat pul uchun qilganman. Endi pul uchun sifatli kiyim sotganman, odamlarga yaxshilik qilish niyatida qilganman. Bu yerda faqat pul olish emas, aldash emas. Lekin pul uchun qilganman. Motivatsiya pul bo'lgan. Pul kelmasa motivatsiya o'ladi. Endi men o'ylaymanki, dunyoda 8 milliard aholining ichida juda ko'p insonlar bor. Mendan ko'ra zo'rroq kiyim tikib, zo'rroq kiyim odamlarga bera oladi. Juda ko'p insonlar bor. Men o'ylaymanki, butun dunyo bo'ylab eng zo'r ta'limni men bera olaman. Bu meni kompaniyam bera oladi. Shuni ustidan ishlayman. Menga shu yoqadi o'zimga. Mana shu tanlagan sohangizda kelajakda bir kun baribir endi u hodisani Xudo ko'rsatmasin to'xtab qolsa, siz bundan afsuslanmaysizmi? Masalan, bekor buni tanlagan ekanman. O'shishim yaxshi edi degan sizda fikr bo'lmaydi? Biznesimmi? To'xtab qolsammi? Nimaga to'xtab qolish mumkin? Misol. Endi siz masalan deylik 10 yil oldingi holatni ko'ra olmaysiz-ku. Kelajakda. Masalan deylik sizni olib ketadigan boshqa yo'lingiz ham bo'lish kerak-ku baribir. Agar to'xtab qolsa boshqatdan ochaman.
Demak, bu yo'ldan qaytish yo'q. Ha, to'xtab qolsa, nimadir sabablarga ko'ra to'xtab qolgan bo'lato'g'rim. Ta'lim hech qachon to'xtab qolmagan-ku. Ta'lim 10 yil ham oldin ham bo'lgan, 100 yil oldin, 1000 yil oldin ham, 10 000 yil oldin ham ta'lim bo'lgan. Har doim odamlar o'qiydi. Yangi insonlar tug'iladi, nimadir o'rganadi, o'qiydi. O'qish hech qachon o'lmaydi lekin. Agar endi o'qish o'lmasa, значит, unda u joyda har doim biznes qilib pul ishlasa bo'ladi. Tushunarli. Boshqa yo'nalishdami bilmayman. Bu yo'nalish bo'lsa boshqa yo'nalishda ko'p-ku hozir men bilaman. Umuman o'zini bilimi yo'q bo'lgan insonlar bor. Mana misol kriptovalyutani olaylik. Umuman kriptovalyutani hayotida tushunmaydigan bitta bloger bor. Lekin u kriptovalyuta zo'r, mana bunaqa deb reklama qilib, kriptovalyutada zo'r tushunadigan ekspert chaqirib jalb qilib, birga ikkalovi sotuv qilib, endi bu auditoriyaga bloger sotyapti-da o'zining auditoriyasiga. Sotib olgandan keyin 80-90% darsni mana bu ekspert o'tyapti. Boshqa odam вообще. Bu inson lekin sotib berdi. Pulini bo'lib oldi misol. Va mijozlar ham xursand, chunki haqiqiy professional odam ularga dars berdi, nimadir bo'ldi. Misol juda ko'p sohalar bor. Har kim shunaqa qilib pul ishlasa bo'ladi, faqatgina sifatli o'sha insonni topa olsa. Bu bilan nima demoqchiman? O'zingiz bilmagan bilimni ham sotsangiz bo'ladi. Mana misol maktab nimani sotadi? Xususiy maktablar. Direktori, marketologi chiqib, bizning maktabga keling deydi, o'zini sotmaydi-ku, o'zini bilimini sotmaydi-ku, o'qituvchilarni bilimini sotadi. Dars o'tadigan o'qituvchilar, 10 ta o'qituvchi bo'lsa, 10 ta o'qituvchini bilimini sotadi. Keling matematika, ingliz tili, fizika mashqlarni o'rganasiz deydi, sotadi. Misol, bloger chiqib. Bu bilan nima demoqchiman? Siz har doim faqat o'zingiznikini emas, o'sha bozorda kerak va sifatli anoni ham sotsangiz bo'ladi. Misol, biznes yo'nalishi emas, boshqa bo'lsa. Men uni qilmayman. Meniki biznes, kriptovalyuta emas. Unaqa narsalar bilan shug'ullanmaganman, shug'ullanmasam ham kerak. Traditsion biznes, prям biznes shu yo'nalishimiz. Endi muvaffaqiyatlar o'z yo'liga, eshitishim bo'yicha bozorda negativlar ham paydo bo'lgan, sizni aynan sohangiz bo'yicha. Endi bitta narsaki, mana fikrlashingizdan kelib chiqib ayta olaman, sizni kursingizga yozilayotgan odam yoki siz kursingizda o'qiyotgan odam har doim o'zini oldiga bitta maqsad bilan kirish kerak. Ya'ni shu sohaga kirdimi, ertaga yiqilsa ham o'rnidan tik turib keta oladimi? Yoki bo'lmasa muvaffaqiyatsizlikka uchradimi, ertaga o'sha muvaffaqiyatsizligidan xulosa chiqarib, yana o'rnidan tik turib, to'g'ri yo'lda olib keta oladimi yoki yo'qmi? O'sha holatga ruhan tayyor bo'lgandan keyingina mana shu sohani tanlasa, mana shu sohadagi bilimlarni o'zlashtirishga harakat qilsa, men o'ylaymanki, muvaffaqiyatga erishishi tezroq va osonroq bo'ladi. Gurich kurmaksiz bo'lmaydi, o'zingiz yaxshi bilasiz. Masalan, yuqorida aytdingiz 90%, 95% gacha o'quvchilarim yaxshi daromad qilishyapti, muvaffaqiyatga erishdi deyapsiz. Lekin shunday o'quvchilaringiz ham borki, ular hali daromadga chiqishmadi yoki bo'lmasa sizdan o'zi xohlagandek natijani ko'risha olmadi deylik. Ularga nima degan bo'lardingiz? Nima qilishlari kerak? Nima uchun ular o'zlari xohlagan va yoki siz ulardan kutgan natijaga erisha olmadi? Men o'ylaymanki, birinchi eng katta sabab bu o'sha insonlarni o'zi shu imенно 100% o'zini jon kuydirib, 100% berilgan vazifalarni bajarib, 100% intilib qilmaganligidan deb o'ylayman. Birinchisi shu. Ikkinchisi, xohlaymizmi yo'qmi, odamni o'sish bosqichi bor. Misol, tasavvur qilaylik, biznesni noldan boshlab 20 million birinchi oydayoq sof foyda ishlashingiz kerak. Maqsad qo'ydingiz o'qishga kirib. 20 million ishlashingiz uchun tasavvur qilaylik, odamni 100 bosqichli ongini rivojlangan bosqichi bor. Ball, 100 balli odam. Kimdir 20 ball bo'lib keladi. Kimdir 30 ball bo'lib keladi. Oilasida tarbiyasi boshqacha bo'lgan, atrof muhiti boshqacha bo'lgan, biznes haqida podkastlar ko'rgan, kitoblar o'qigan, kino ko'rgan, shug'ullanib ham ko'rgandir, balki do'sti biznesmen bo'lgan. Kimdir umuman vashi qishloqdan katta bo'lib, vashi biznesga aloqasi bo'lmagan. Shunaqa insonlar ham keladi bizning o'qishimizga, tam mol qo'y boqib yurgan bolalar keladi. Misol shunaqalar ham bor. Endi o'sha darajasi har xil bo'lganligini evaziga
Toshkent bu misol oyiga $2000 sof foyda bo'lsin, kimdir Jizzaxdan chiqadi Toshkentga. 2 soatda keladi. Kimdir Samarqanddan chiqadi, kimdir Nukusdan chiqadi. Shuni evaziga kimgadir 1 oy yetadi, kimgadir 3 oy, kimgadir 10 kun. Men nima deyman har biriga, yurishdan to'xtamasangiz 1 kun Toshkentga yetib kelasiz. Bo'ldi, prosta to'xtamasangiz bo'ldi. Xulosa chiqarib, qilgan ish qilayotgan xatolaringizdan xulosa chiqarib, uni o'zgartirib, taslim bo'lmasdan yurishdan to'xtamasangiz, tekshirib ko'rganman. Mana 100% ishlaydi. Agar taslim bo'lmay, realni qilaversa qiyin emas biznes qilish, xuddi bir xil qiyin deydi-ku, qiyin emas. Mana men bilaman, taksist bola bor. Oyiga 10-12 million oyligi Yandex qilib ishlagan. Savdo Yandexda taksi qilib. Uni miyasi kerak bo'lsa, meni hozirgi amaldagi tadbirkorlarimning ichida 10, 20, 30, 50 million so'm foyda qilayotganlardan ko'ra yaxshiroq ishlaydi. Samaraliroq ishlaydi. Mana 8 oy oldin bizga Ma'ruf degan o'quvchim keldi, taksist realni 12 million, 10 millionga ishlab yurgan. 16 soat kuniga kira qilib. Keldi, 8 oy o'tyapti. 8 oydan keyin 168 million sof foyda ishlayapti 3 ta biznesda. 0 dan boshlagan 8 oy. Birinchi oy 25 ishladi, keyin 45, adashmasam 70, 100, mana shunaqa qilib 168 millionga chiqib oldi. Taksi haydashga miya kerakmi? Misol, qanaqadir aql kerakmi? Kerak. Ana shu aqllar o'zi yetarli. Kira qilishni bilsangiz, biznes boshlab daromadga chiqish uchun. Faqat qanday to'g'ri qilishni bilsangiz bo'ldi. Bu bilan nima demoqchiman? O'sha taslim bo'lmasdan davom etaversin. O'ziga o'zi qayta aloqa. Har bir inson agar bu joyga o'qishga borib 100% ga berilmasa o'zini ekzamendan o'ta olmaydi. Ekzamen misol biznesda ichidagi mijozlar, e'tirozlar, bir nimalar. Ekzamendan o'ta olmasa universitetga ham kira olmaydi, ishga ham olinmaydi. Nima qiladi? Qaytadan o'qib, qaytadan ekzamen topshiradi, kiradi. Taslim bo'lmasa. Bizda ham xuddi shunaqa, biznesda ham hech qanaqa boshqacha qanaqadir joyi yo'q. Sirli joyi yo'q. Sirli joyi yo'q-da, prosta davom et. Men bilaman aniq, mana daromad qilmay yurganlar ko'pchiligini yoki o'zi stabil kelib turadigan puli bor, yokida eri boqadi, ayol kishi bo'lsa, eri pul beradi normal, yoki o'zini oyligi 10-15 million ishlayotgan joyidan oylik oladi yoki pul yig'ib qo'ygan, 90% shunaqa. U biznesdan pul kerak emas unga. O'xshab ketsa o'xshab ketadi. Qilmasam ham pulim bor, ochdan o'lmayman. Siz ochdan o'laman deganlar qilib ketadi. Tushunarli. Mana o'zingiz ko'p kurslarni ham o'qigansiz, borgansiz, kitoblarni o'qigansiz, bu sohaga etapga kelishgangacha. Bilasiz, mana shu muvaffaqiyatga erishgan ko'p tadbirkorlar, biznesmenlarning bitta kulchovoy narsasi bor. Bu ham bo'lsa, pulni yaxshi boshqara oladi. Ya'ni qayerga ketishini ham biladi, qayerdan qancha kelishini ham oldindan prognoz qila oladi va qayerga qancha tikishini ham bilishadi. Siz uchun o'zi pul nima va siz uni qanday boshqara olasiz? Qanday kelishini yaxshi boshqaraman, qanday ketishini to'g'ri desam muammolar chiqadi. Qanday ketishida uncha kuchli emasman. Xarajatlarni optimallashtirish, endi finansistimiz bor, moliyachimiz. Moliyachiga vazifa yuklanadi. Men umumiy aytaman, mana shuncha tushummi, mana shunchasidan oshib ketmasin xarajat deyman, bo'ldi. O'sha uni ichiga qanday qilib bo'lib olinglar, o'zingizlar xarajatni shundan oshirmanglar deyman. Ular o'zi o'ylashadi qanday, sifat tushmagan holda. Nega siz shuni o'zingizdan boshqarsangiz bo'ladi? Nima harakat qilmayapsiz shunga? Endi sekin-sekin o'rganaman bu narsani ham, moliyani boshqarishni, lekin moliya bu nauka deydi-ku, xuddi vrach, doktorlik 5 yil o'qishingiz kerak unga. O'zim hammasini zo'r bilishim uchun marketingga 5 yil o'qib chiqishim kerak, moliyaga 5 yil, buxgalteriyaga 5 yil, sotuvga 5 yil, hamma narsaga 5 yil o'qib chiqishim kerak. O'shanda men bir 40 yil vaqtim o'tib ketadi. Hammasida professional bo'la olmayman baribir. Kimdir bo'ladiki, 10-15 yildan beri shu ish qilib yurgan, mendan aqlliroq, mendan zo'roq qiladigan. Nima kerak? Biznesingizni o'zingiz tizimlashtirgansiz hamma sohasi bo'yicha. Ha, nima kerak menga o'sha narsani o'rganib, agarda men shu 15 yil ishlagan odamni chaqirib, qiziqtirib, uni maqsadi bo'lsa, jalb qilib, bitta jamoa qilib, hammasini yig'ib, ishlay olsam-da, bu mendan samaraliroq bo'lsa. Lekin baribir bunday tepadan qarab, nima qanday ishlashini tushunishingiz kerak. Tadbirkor tushunishi kerak, biznesmen. Tasavvur qiling, men oddiy ishchiman. Ha. Oyiga deylik 6 million yoki 7 million oylik olaman. Men sizni kursingizda o'qib, daromadga chiqishim uchun qancha vaqt berasiz menga va qancha vaqt talab qilinadi? Noldan biznes boshlayotganlar uchun mana bizda 5 kunlik biznes sprintimiz bor. O'sha biznes sprintimizda odamlar
kelib biznesini o'sha 5 kun ichida boshlab, o'sha 5 kun ichida foydaga chiqish kerak. Bizning maqsadimiz shu. 100% odam. Mumkinmi shunaqa? Ko'p, 5 kunda 70% foydaga odam savdoga chiqadi, noldan biznes boshlab 5 kun ichida. Chunki bizda tayyor usullar bor, tekshirilgan, beramiz bo'ldi. 1 2 3 4 5 mashina qilsangiz, siz daromadga katta ehtimol bilan chiqishingiz kerak edi. Biz tekshirilgan usulni beramiz. Misol. Mana siz savolingiz mana bunaqada. Umuman hayotida osh pishirmagan inson 5 kun ichida osh pishira oladimi, pishirishni o'rgana oladimi, yo'qmi? Agarda 10 yildan beri osh pishirib yurgan inson yoningizda tursa, to'g'rimi? Yoningizda tursa, dars bo'lsin, osh bu bunaqa narsa, mana bunaqa guruchdan olsangiz, mana bunaqa bo'ladi. Harorat mana bunaqada pishirilishi kerak. Mana bunaqa guruch olinish, mana bunaqa go'sht olinish kerak. Hamma darslar berildi. Yoningizda ustoz bor, shu 10 yildan beri osh pishirib yurgan ustoz. U sizga aytadi, mana hozir birinchi qadam mana buni qiling. 1 litr yog'ni qozonga quying. Keyin tam guruch tashing va hokazo shuncha daqiqadan keyin shuncha litr suv soling deb yoningizda o'rgatib tursa, mana sizga savol, 5 kunda osh pishirishni o'rganib olasizmi? To'g'rimi? Bir 10 marta qilsangiz. Zo'r dunyodagi osh bo'lmasa ham, yaxshi mazali osh chiqadi, shovla emas. 5 kun agar siz bir 2 mahal kuniga osh pishirsangiz, 3 mahal. U sizga aytadi, "Men bitta xato qildim, men buni o'zgartirdingiz." Deysiz, keyingi marta osh pishirayotganingiz u xatoyingizni o'zgartirib qilaverasiz. Har marta o'zgartirasiz, 5-kun sizda ideal osh chiqishi kerak. Bizda ham xuddi shunaqa va o'z asosiy o'qishimiz 1,5 oy. Noldan biznes boshlash uchun o'zi bizga 1,5 oy umumiy vaqt yetadi. 1,5 oy ichida nafaqat biznes boshlash, o'sha biznesda pul ham ishlash kerak. Oxirgi oqimimizda o'rtacha, oxirgi emas, undan oldingisida o'rtacha 9,5 million sof foyda ishlagan, noldan biznes boshlaganlar. Mana 100 ta odamni olamiz, hammasini foydasini bir-biriga qo'shib 100 ga bo'lib olsak, o'rtasi chiqadi, to'g'rimi? O'rta hisob. 9,5 million sof foyda ishlashgan, 15 millionlik savdo qilishgan. Noldan boshlaganlar. 45 kun. Tushunarli. Mana bilasiz, bozorda sizning raqobatchilaringiz ko'p. Kurs sotayotganlar ham bor va endi sotmoqchi bo'lganlar ham bor. Yoki sizdan katta o'sha tadbirkorlar o'zini kursini yaxshi pulga sotayotganlar bor. Ulardan yaxshi foyda ko'rayotgan tadbirkorlar, biznesmenlar bor. Siz ham o'sha qozondasiz, o'sha qozonda qaynayapsiz. Sizni ulardan farqli tarafingiz nimada? Nima uchun sizni tanlash kerak? Va o'zingiz ham mana ko'rasiz, bozorni solishtirasiz. Asosiy farqi nimada deb o'ylaysiz kursingiz? Birinchidan biz natija uchun ishlaymiz. Bu bir katta farqimiz. Juda ko'p kurslar bor bozorda, o'qishlar bor, ta'limlar bor. Dars berish uchun dars beradi. Prosta dars berish maqsad. Dars berdim, to'ladim, bo'ldi. Bizning farqimiz dars berishdan tashqari, u darsni o'zlashtirib, o'sha narsani hayotida tatbiq qildimi, yo'qmi, shu narsagacha biz nazorat qilamiz. Bu bir. Ikkinchisi, juda ko'p o'qishlarda faqat bilim beriladi. Buni qilish, buni qil, mana bunaqa qilsang bo'ladi, mana ko'p qilish, marketing, sotuv. Amaliyot yo'q. Amaliyot yo'q. Bizda amaliyot bor. Biz bergan bilimimizni srazu qildirtiramiz. Men reklama yoqish mana bunaqa, marketing bunaqa bo'ladi, offer tuzish bunaqa bo'ladi, test qilish mana bunaqa bo'ladi va hokazo bo'ldi. Hozir endi qilinglar. Mana 1 soat vaqt sizlarga. Murabbiylar bor, yoningizda o'rgatib turadi, davay qilinglar. Bu ikkinchisi, uchinchisi, juda ko'p o'qishlarda transformatsiya yo'q. Fikrlashga kam e'tibor beriladi. Lekin biznesda muvaffaqiyatli bo'lish uchun fikrlashni birinchi o'rinda fikrlash. Nima qilishni siz ham bilasiz. Hamma biladi nima qilishni. Google'ga kirib yozsangiz, ChatGPTdan so'rasangiz, bosqichma-bosqich qo'llanma beradi sizga qanday qilib biznes ochib 5 yilda dollarli millioner yoki 10 yilda dollarli millioner bo'lishni bosqichma-bosqich qo'llanmasi bor. To'g'rimi? Ochiq oydin dostуп. Lekin nimagadir ko'pchilik dollarli millioner emas. Dunyoni bunday ochib qarasak, adashmasam 2,5mi, 3% 1 million dollardan plus. Yoki balki 1% dir, bilmadim. Xullas 90% dan balani uncha puli yo'q, значит ochiq bilimni o'zi kam. 20% bilim, 80% fikrlash. Bizda transformatsiya bo'yicha shuning uchun chuqur bilimlar beriladi. Muallif roli, hamma narsa o'zingga bog'liq, mas'uliyat, majburiyat, ta'sir qilish odamlarga, jamoani boshqarish, ochilish, to есть ochiqcha etish, halol bo'lish. Juda ko'p insonlar bu aytasiz-ku, ko'rsatmaydi deysiz. Bu ham endi ochiqchilik emas, yopiqlik-ku nabarot. Juda ko'p narsa bog'liq odamlarning miyasiga. Shuning uchun bizda transformatsiya ham bor. Uni professional murabbiylar o'tadi, men o'tmayman.
uni o'sha ichida o'qib kelib o'zini tayyorgarligini ko'rgan insonlar o'tadi. Men biznes qismini o'tsam, uni transformatsion coachlar o'tadi. Tayyorgarlik ko'rib 3-4 yillab o'qigan insonlar. Shu 3 ta farqi bor. Bizani o'ylaymanki, shuning uchun ham o'qishimizda shunaqa katta natijaga chiqishyapti odamlar. Tasavvur qilib ko'ring-da, prosta. Bitta massajist ayol bor. Massajist ayol kelyapti-da, yosh bolalarni massaj qilib sog'lomlantiruvchi massaj 1,5-2 million, 2,5 million oylik ishlab yuribdi. Bizga kelyapti, biz unga Instagramini qanday qilib video qo'yib reklama yoqishni o'rgatdik. O'z o'qishimizda bor bu narsa. Fikrlashini o'zgartirdik, to есть bilimlarni berdik. SMSlar kelyapti, SMSlar bilan qanday suhbat qilib sotuv qilishni o'rgatdik. 1,5 oy ichida o'sha ayol Instagram orqali, shaxsiy brendi orqali prosta mana shu reklama yoqyapti. Agar siz bolangiz mana shunaqa bo'lsa, bizda mana shunaqa xizmat bor deb yoki o'zini oldiga chaqirib yoki o'zi borib o'sha massajini 1 oyligini sotib qancha ishladi? 73 million sof foyda ishladi 45 kunda. 2 million, 2,5 million oylik olib yurgan ayol. 10 yil tajribasi bor massaj qilishda, sog'lomlashtirish bo'yicha. Bilimi bor, lekin shu darajada odamlar ochilib zo'r ishlayapti. Endi bor umuman bilimi yo'q studentlar, talabalar tayyor keladi, biz nima sotaylik? Biz 5 ta yo'nalish beramiz. Mana kiyim, oyoq kiyim, sumka, o'yinchoq, misol atir. Bo'lmay, любойni tanla, hammasini qayerdan nima olish kerak, nima sotilib qani bilamiz. Bo'ldi, mana bu deydi. Mana shunda bizda hozir kunda pul ishlab yurgan murabbiyimiz bor. Aytadi, bo'ldi, men bitta mana shu tovar olaman, shuncha narxdan Instagramga mana buni qo'ydim, mana buni reklama yoqdim. SMSlik mana javob beraman, mana shunaqa olib yetkazib beraman. Shuncha foyda qo'yibman deydi. Birga bir buni ishini qilib, bu ham savdo qiladi. 10 million, 20 million ishlayotganlar bor 18 yoshida misol. O'sha eng katta kesim boya aytganimdek 168 million noldan biznes boshlaganlarning ichida. Amaldagi tadbirkorlar eng katta kesim 75 million foyda bilan kelgan, o'zi shundoq shuncha pul ishlab yurgan. Bitta Iroda degan o'quvchimiz 408 millionga o'sgan 45 kunda. 75 dan tasavvur qilsin. Irbis Farm agar mabodo Luboy borib 3 ta 4 aptekasi bor. Luboy borib so'rasa aytib beradi o'zi ham. Doston aka, bilamizki, shunday tadbirkorlar borki, tug'ma tadbirkor. Ularga o'qishi ham keragi yo'q yoki bo'lmasa protsesslar davomida, ya'ni jarayonda o'sha yillar davomida qiyinchiliklarga uchrab, xatolar qilib pishgan tadbirkorlar bor. Masalan, hozir ham o'zi biznesi yaxshi, o'qimasa ham, o'qisa ham biznes yurib turibdi. Lekin biznes yurib turgan odamda ham yoki endi boshlamoqchi bo'lgan odamga ham biznesda bilim kerakmi yoki tajribami? Ustozsiz qanday qilib chempion bo'lish mumkin degandek savolda, tug'ma chempionmi yo'qmi degandek savol. Mike Tyson tug'ma chempionmi? Yo'q. Mashq qilib, o'z ustidan ishlab, balki shunga ko'proq qobiliyati bor bo'lgan bo'lishi mumkin. Kimdadir erishishga foizi 90 bo'lsa, unda 95 dur. 5% bordir farqi. Lekin hammasi mehnat. Luboy mana odamni oling, ustozi bor, har bir chempionni. Mike Tysonni ham, Muhammad Alini ham, Habib Nurmagomedovni ham, biznesda ham har bir chempionni, o'sha zo'r daromadga chiqqan insonni va oyma-oy tez o'sib ketayotganlarni haqida gapiryapman. Bir xillar bor, 10 yil oldin biznes ochib qo'ygan, hozir oyiga 5-10 ming dollar ishlab yuribdi. Stabil, o'smaydi ham, kamaymaydi ham. Kamaymaydi ham, o'smaydi ham. O'ziga o'zi sotuvchi yoki sotuvchi qo'yib qo'ygan va hokazo 10 yildan beri ishlab o'qib yuraversa, mayli, ustoz yo'qligi uchun 10 yildan beri o'smayapti. Meni miyamda har oy o'sish kerak u inson. Agar o'smasa, значит, ustoz undan kattaroq natija qilgan ustoz bo'lsa, aytadi, "Davay qil, men buni qilgan, o'zgargan" deydi. O'sgan deydi, xohlasa. Shuning uchun men o'ylayman, ikkita odamni qo'yib qo'ysa, ikkalovi ham bir xil bo'lsa, bittasi ustoz bilan bittasi ustozsiz bo'lsa, ikkalovida ham tug'ma talant. Tasavvur qiling, menda tug'ma talant bor. Tug'ma qobiliyat deylik, tadbirkor bo'lishga. Lekin men ustozim bor, yana bitta doston bor, xuddi mendaqa menga o'xshash inson, uning ustozi yo'q, lekin u ham tug'ma qobiliyati bor. Ikkalovimiz bitta vaqtda boshlasak, kim birinchi bo'lib kattaroq natijaga chiqadi? Chunki mening ustozim bor, shu yo'lni bosib o'tgan. Shuning uchun mana tasavvur qilsangiz, nima kerak, o'zingizni tajribangizda hamma narsani xatolarni qilib, agar shu xatolarni qilib bo'lgan insondan so'rab, xato siz yoki xato kam qilib maqsadga erishish yo'li bo'lsa, yoki mashina haydashni o'rganishda ham xuddi shu misol. O'zingiz urib avariya qilib o'rganganingiz yaxshimi?
Mashinani buzib o'rganganingiz yaxshimi? Ko'proq vaqtingiz ketadi, asabingiz ketadi. Mashinani ham buzish ehtimoli oshadi. Yoki yoningizga instruktor o'tkazib, hozir birinchi gazni bos, 1 ga ur, 2 ni ur deb o'rganganingiz yaxshimi? Men o'ylaymanki, ustoz bilan bo'lgani har doim yaxshi. Shuning uchun ko'pchilik aytadi, mana katta tadbirkorlar nimaga u shundoq ham biznes kurslarga bormasdan ham o'zi shundoq ham zo'r pul ishlaydi deyshadi. Lekin na samom деле unaqa emas. Uni ham ustozi bor. Faqat u biznes kursda topmagan ustozi, akasi bor, do'sti bor, ota-onasi bor yoki qanaqadir kattaroq amakisi bor. Shu qaysidir tadbirkordan o'rgangan u ham. YouTube ga kirib o'rgangan, ustozi bo'lgan baribir. Mana Luboydan so'rang. Mana prosta eksperiment qilib ko'ring. 10 ta muvaffaqiyatli tadbirkordan borib so'rang. Mana shu biznesni zo'r qilishga qatdan o'rgangansiz? Deng, odam tug'ilganida bilimsiz tug'iladi-yu. Biznesni muvaffaqiyatli qilish bu bilim. Bilish kerak qanday. Kimdandir so'rab o'rgangan bo'ladi, o'qishga bormagan bo'lsa ham. Shuning uchun baribir yangi bilim olish va ustozi bo'lishi hozirgi kunda aktual. Men bilaman, juda katta tadbirkorlarni ham ular ham o'xshadi. Tadbirkorlarda bitta prinsip bo'lishi kerak har doim. Bu eng avvalo temir intizom va shu bilan birgalikda temir asab. Siz mana shu asablaringizni qanchalik jilovlay olasiz, depressiyaga tushganda ko'proq nimalar orqali chiqib ketasiz? Shaxsiy savollarga ham o'taylik. Da, endi 100% jilovlashni o'rganmadim hali. Qo'limdan kelgancha jilovlayman. Lekin prinsiplaringiz bor-ku, depressiyadan chiqib ketish qanaqadir bir yo'llar bor-ku. Bitta zo'r usul bor. Hammaga shuni aytaman. 2 hafta men Rossiyaga borganimda 2 hafta emas, 1-2 oy yashaganman, biznes qilganman. Biznesim yurmagan Rossiyada, Wildberriesda. Men xohlagancha daromad olib kelmagan, o'sha daromadi olib kelmaganligini evaziga men yoqda yashashim uchun pulim kam qolgan. Keyin Rossiyadan bilet olib Toshkentga qaytib uchib kelganman. O'sha payt 2 hafta depressiya uyda yotib qolganman. Biznesim Rossiyada o'xshamadi, qanaqa orzular bilan ketuvdim, zo'r bo'lib ketaman, vash millioner bo'lib qaytib kelaman, lekin o'xshamadi. Qaytib keldim, ancha bo'lib ketdi. 2 hafta uyda depressiyada yotganman. 2 hafta depressiyada yotganimda zo'r qoidani o'sha YouTubedan ko'rib o'rganganman. Qanday qilib depressiyadan chiqib ketish degan video bo'lgan rus tilida. Xullas, o'zingizdan bundoq chiqib, o'zingizga tasavvur qiling, o'zingiz bu eng yaqin do'stingiz. Mana eng yaqin do'stingiz Rossiyaga borib, shunaqa biznes qila olmay kelib, sizga yoningizda ko'rib qolsangiz, depressiyada o'tirgan nima deysiz? Mana borib nima deysiz? Misol tam, do'stim, xavotir olma, unaqa depressiya qilma, sen o'z zo'r bolasan, mana bunaqa yutuqlaring bor, mayli bir marta o'xshamabdi, xato qilibsan. Yaqin do'stingizga borib nimadir deysiz-ku, qo'llab-quvvatlaysiz, davay o'xshaydi, mayli bir marta xato qilasan, hali hayoting oldinda bo'lsa, nima qilasan hozir mana bu xomush bo'lib, o'zing qiynab yotib deysiz. To'g'rimi? Yaqin do'stingizga. O'zingiz miyangizdan ikkinchi miyani yasaysiz. Ha, bundoq chiqasizda, o'ziga-o'zi gaplashasiz. Endi bu hammasi miyada bo'ladigan narsa. Mana shunaqa deb o'zim sen ahmoqsan, qo'lingdan kelmadi, qila olmadingdan qarama-qarshi chiqasiz o'zingiz ikkinchi miyangizdan. Ha, nabarot, qo'llab-quvvatlashga o'tganimdan keyin 1 soat, yarim soatmi, 1 soatdan keyin shunda turdim. Bo'ldi. Da, zo'r qila olaman, boshqa narsa qilaman. Davay ketdi, davom ettiraman. Boshqacha yo'llarni, usullarni topaman deb o'zimni o'zim ko'targanman. Haligacha juda ko'p insonlar o'zini o'zi mana shunaqa ezadi. Nimaga ezadi? Chunki ota-onamizdan o'rganganmiz. Ota-onamiz biza 2 baho sen nima qiladi? Ahmoq, ikkichi, qara, ani 3 baho, 5 baho olyapti, sen o'qimayapsan. Yiqilib tushsangiz nima yiqilding, oyog'ingga qaramaysanmi? To есть bizni qilgan xatoyimizga bizni ota-onalarimiz 90% SNGda shunaqa tarbiya olishadi, urishishadi. Katta bo'ldi inson, 25 yoshga to'ldi. 20 yoshga to'ldi, ota-onasi уже urishmaydi. Уже так o'zi yetuk inson, 25 yoshli inson. Xato qilsa nima qiladi? Ota-onasi yo'q уже. Lekin eski tajribasi bor, odati qolib ketdi. Ota-onamning o'rniga o'zimni o'zim urishaman deydi. O'zini o'zi urishadi. Xuddi shu ota-onasi gapirgan gaplarni gapiradi, o'zini o'zi ezadi. Bu narsa odat. Ana shuni men aytgandek qo'llab-quvvatlashga o'zgartirib yorsa, har bir xato qilganda hech qachon depressiyaga tushmaydi. Mana yuqorida gaplashdik shogirdlaringiz haqida, qo'shtirnoq ichidagi shogirdchalar haqida. Sizni kursingizda o'qishib, natijaga chiqa olmagan, sizni negativ kayfiyatda yurgan shogirdlaringiz mana biz ekranda ham balki keyinchalik ko'rishar podkastimizni. Nima degan bo'lardingiz?
Birinchi bo'lib bu hayotda har bir inson oladigan natijasini o'zi sababchisi. Har bir oladigan anonimiz bu dunyoda bizni o'zimiz sababchimiz bunga. Hech kim sizni o'rningizga kirib sizni xafa qila olmaydi. To'g'ri, mana kimdir aytadi, xafa qilib qo'ydi meni deydi, xafa qilding deydi. Men sizni xafa qila olmayman. Siz ham meni xafa qila olmaysiz. To'g'rimi? Men xafa bo'lishni o'zim tanlashim mumkin, sizga qarab. Yoki tanlamasligim mumkin. Xohlasam xafa bo'laman, xohlasam xafa bo'lmayman. Bo'lganmi sizda mana bitta do'stingiz sizni yomon gapirib qo'ygan, kulgan, xafa bo'lmay kulgansiz, xursand bo'lgansiz. Xuddi o'sha do'stingiz boshqacha nimadir gapirganda xafa bo'lgansiz. То есть lekin xafa bo'lish sizning qo'lingizda ekan. Xursand bo'lish ham. Bundan kelib chiqib biz muallif rolidan gapirsak, har bir inson o'zini hayotida olayotgan natijalarini o'zi sababchi. O'zi sababini qilib yuradi. Bundan kelib chiqib, agar u biznes o'qishga kelib nimadir kutgan bo'lsa, men o'rnimga kimdir qilib beradi, biznesimni mani boyvachcha qilib yorishadi deb kutuv bilan kelgan bo'lsa, bu uni kutuvi, bu uni sababi, o'zi shu sababchi bo'lgan, shuni kutuvni o'zi tanlagan kutuv qilishni, keyin kelgan hech kim uni o'rniga biznesini qilib bermagan, u biznesida $10,000 ishlamagan, kim aybdor? O'zi shu kutuvni qo'ygan o'zi emas, yoki shu maqsad qo'yib erishmagan o'zi emas. Birov aybdor, kimdir. Davlat, ota-onam, hamma har xil gapiradi. Kurs, unaqa insonlar har doim kimdir ayblaydigan insonlar bo'ladi. O'zini hayotida natijasi yo'q, lekin u aybdor. Har doim shunaqa bo'laveradi. Ularga men nima deyman? Hech kim ayblamasdan o'zi qanday qilib shu vaziyatni, sababini qanday, qayerda qanday sabab qilganligini xulosa chiqarib, o'zini o'zgartira oladi inson. Birovni o'zgartira olmaydi. To'g'rimi? Mana sizni kimdir so'kib qo'ysa, siz uni o'zgartira olmaysiz-ku. U sizni deb sizga ha deb ketishi mumkin, bor davom etaveradi shunaqa bo'lishini. Lekin uni deb sizni natijangizga erishmadingiz. Siz hayotingizda maqsadingizga erishmadingiz. O'zingizga o'z xulosa chiqarib, buni narsa nimaga bunaqa bo'lganligini xulosa chiqarib, o'sha narsani ustida ishlab, hayotingizni o'zgartirishingiz mumkin. To есть muallif roliga o'tishni maslahat beraman. Endi buni bizani o'qishda o'qigan transformatsiyani o'tganlar tushunadi, muallif rolida bo'lish. To есть bu dunyoda har bir siz olayotgan natijangiz hayotingizdagi har birini o'zingiz sababchisiz. Har bitta insonni muvaffaqiyatga erishganida eng avvalo uni ortida turadigan insonlar bu uni oila a'zolari bo'ladi. Men o'ylaymanki, siz ham oilangizdagi o'sha muhit, ota-onangiz sizga bergan tarbiyasi, ko'rsatgan yo'l yo'riqlari, men o'ylayman, sizni mana shunaqangi bosqichga yetib kelishingizga va bundan keyingi ishingizda ham ularning o'rni alohida. Asosan ishingizni mana shunday shijoat bilan davom ettirishingizda, har kuni sizni minglab, yuzlab shogirdlarga o'zingizda bor bilimlarni berishingizga sababchi bo'lgan insonlar, ko'proq dalda beradigan insonlar kimlar? Ota-onam bo'lishi. Nimalarni o'rganasiz ulardan ko'proq? Qaysi jihatlarni o'zingizga olasiz? Ota-onamdan ko'proq shu qabul qilish, odamlarni tushunish, mehribonlik, qanaqa qo'llab-quvvatlash, eshitish, shu narsalarni o'rganganman ko'proq. Biznesga kelsak, endi baribir biznesda ham ancha narsalarni uydan o'rganganman, chunki biznes qilsangiz har bir insondan o'rgana olasiz. O'zingiz biznesingizni, misol, korzinkada kassirdan ham nimadir gapidan siz biznesingizga uni olib qo'llasangiz bo'ladi. Onangizlar adashmasam savdogar ekanlar. Savdogar bu. Eng katta ustoz, menimcha birinchi ustozingiz ham ular bo'lsalar kerak. Shunaqada, oyimlar eng katta ustozim bo'lganlar. Savdo bozorda biz 3-sinf paytim Qo'yli bozoridan olma, pomidor, bodring borib ertalab bitta o'zlari chiqib ketganlar, men ham borib 5 ta 4 da chiqib ketardik. Ko'tarishga, og'ir korobkalarni ko'tarishga borib, birga ko'tarib, yordam berib olib kelardik-da. O'sha yerda keyin yoyib artish kerak bo'ladi olmalarni, bodringlarni, o'sha narsalarni o'sha yerda Tohir Zuhra oldin tekstilni deb bozor bo'lardi. Bozorcha kichkina, o'sha yerda savdo qilib, o'rganishni boshlaganman yoshligimdan tajriba orttirib. Oyimdan ham juda ko'p narsani bu ma'noda o'rganganman. Oyim bitta zo'r taraflari bor, pul yig'ishni biladilar. Bitta shuni o'rganmaganman. Ota-onam deya olaman. Nima xalaqit beradi pul yig'ishga sizga? O'zingizmi, nafsingizmi? Pul yig'ishga hech nima xalaqit bermaydi, yig'iladi ham. Korxonani hisobida yig'iladi. Mana o'zimda emas.
Men o'zimga keladigan bir miqdorda pul bor, o'sha o'zimga o'zim shuncha xarajat qilaman deyman, o'sha pulni olaman, o'sha xarajatimni qilaman, ishlataman. Korxonada yig'iladi ham, keyin tez tugab ham ketadi. Shuning uchun moliyachi ham olyapmiz, boshqa narsa ham qilyapmiz, hozir shuni ustidan ishlayapmiz. Yangi boshlayotgan insonda biznes bosqichlari bo'ladi. Masalan, deylik, men 18 yoshga qaytib qoldim. Biznes boshlamoqchiman. Qaysi etaplarni bosib o'tishim kerak birinchi o'rinda? Muvaffaqiyatga erishishim uchun, yaxshi biznesmen bo'lishim uchun, doimiy meni aktiv daromadim bo'lishi uchun birinchi bosqich o'zi ko'p narsa birinchi etapga bog'liq. Dastlab o'sha relsga to'g'ri tushib oldingizmi, keyin sizni yo'nalishni olib ketishingiz to'g'riroq bo'ladi nazarimda. Meni fikrim, bu shaxsiy fikrim. Shuning uchun dastlabki bosqichlarda ko'proq nimalarga ahamiyat berish kerak, nimalarni bosib o'tish kerak. Mana tasavvur qilaylik, men noldan biznes boshlayapman hozir. 2025-yil 18 yoshdaman yoki 25-30 yoshdaman. Biznes noldan boshlamoqchiman. Nima qilgan bo'lardim? Hozirgi zamon 2025-yilda onlayn yo'nalish juda tez rivojlanyapti. Shuning uchun onlayn nimadirga kirgan bo'lardim. Yoki SMM yoki onlayn mahsulot, tovar sotish. Eng osoni hozirgi kunda tayyor mahsulotni O'zbekistondan olib Instagramga qo'yib sotish. Shu biznes tanlagan bo'lardim, Optimchi topardim, Optimchini mahsulotlarini Instagramga joylashtirardim. Instagram joylashtirgan tovarlarim reklama yoqsa bo'ladi, u ham qiyin emas. Primerno menga $30 pul kerak bo'ladi. $30 ga reklama yoqardim 10 ta mahsulotga. Qaysidir biriga odamlar talab kuchli bo'ladi, men bu kerak, qaysilariga yozmaydi odamlar, SMS kelmaydi. Talab kuchli bo'lgan bitta mahsulotni topib, o'shanga reklamani oshirib, buyurtma olib, buyurtma olganimdan keyin o'sha insondan o'sha tushgan buyurtmani olib, bu mijozga yetkazib bergan bo'lardim. Mana shunaqa qilib, qaysidir mahsulotni 200 ming olib, 400 mingdan sotib, mayli 50 ming xarajatga chiqib ketsin, 200 ming emas, 150 mingdan qolsa ham kuniga 5 ta sotsam 750 ming pulim bor. Shunaqa qilib oyiga 20 million sof foydaga chiqib olgan bo'lardim, agarda men hozirgi kunda biznes boshlayotgan bo'lsam. Optimchilar O'zbekiston Bekbaraka Abusaxiy juda ko'p. Instagram любой odam tushunadi. Reklama yoqish, YouTube'ga kirib Instagram target yoqish videosi yozsa, любой millionta video chiqadi. Visa karta kerak. 50 ming so'mga pasportga 2 soatda ochib beradi любой bank. Visa kartaga pul tushirib ulaydi, bo'ldi. Reklama yoqadi, SMS'lar keladi mijozlardan. O'ylaymanki, bu maslahatlaringizni hozir bizni ko'rib turgan o'sha 18 yoshli bolalar darrov qilishadi. O'ylayman, hozir ayniqsa mana shu student bo'lib, o'zlari siz aytgandek onlayn bozorga kirishib, o'zlari kichik bizneslarni boshlab daromad qilayotgan yoshlarimiz ham bor. Shu mana bularning maslahatidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, mana hozir asosan bilasiz, Toshkentda studentlar ko'p, ofitsiantlik qilishadi yoki bo'lmasa eng o'sha past pog'onadagi ishlarni qilishadi-da. Mana ofitsiant bo'lib ishlaganman shu yil. Bo'lish kerak, to'g'ri. Bunaqangi protsessdan ham o'tish kerak. Lekin men kelajakda yaxshi daromad qilaman, o'sish ko'rsatkichim yuqori bo'ladi degan inson, men o'ylaymanki, dastlab siz aytgan mana hozir internet payti, onlayn bozor rivojlanayotgan payt, hozir o'zini o'sha ofitsiantlikka yoki bo'lmasa eng o'sha past pog'onadagi ishlarga urmasdan shu tarafini ham qilsa, men o'ylaymanki, kelajakda yaxshi daromadga ham chiqadi. Bosqichma-bosqich o'sishi ham yuqori bo'ladi. Vaqtini ofitsiant bo'lib ishlab yurishga sarflagandan ko'ra, biznesni qilib ko'rishga yoki shogird tushib qaysidir tadbirkorga qilish tanlovi bo'lsa, albatta men ham 3 yil vaqtimni yo'qotmasdan ofitsiant bo'lib, ko'p narsa o'rganganman-ku, lekin o'sha 3 yilimni yo'qotmasdan o'sha 3 yil davomida qaysidir tadbirkorning qo'liga shogird bo'lib tushib, agarda men shuni o'rganganimda, men 3 yilda juda ham katta natijaga erishgan bo'lardim. Bizani hozir kuzatib turgan ko'p insonlar shunaqa bo'lsa, hoziroq yoningizda tadbirkorlarni topib, borib shogird tushinglar. Tadbirkorga borib, nima aytsangiz qilaman, vaqtida sifatli, pul kerak emas, yoningizda yursam bo'ldi desangiz bo'ldi, u sizga o'zi pul beradi. Yo'q, kerak emas desangiz beradi. Realni aytaman hozir. Va aytgan vazifalarni chotki vaqtida bajarishingiz kerak. Lanch bo'lib, lanchlashib yursa, omma tadbirkor aytadi, bor deydi. Shunaqa qilib yonida yurib, uni do'stlari bilan tanishadi. To'g'rimi? Tadbirkorlar qozonni qorasiga yondirsa, qorasi yo'qadi deydi. Birga bir ishlaydigan narsa. Mana men yoshligimda o'zimni sinab ko'rganman. Maktabda o'qigan sinfdoshlarimni 99% tam ko'cha bezorlari, hammasi emas, shunaqalar bo'lgan ichida. Xuliganlar, tam yoki qanaqadir katta orzulari bo'lmagan insonlar bo'lganda 98% даже sinfdoshlarim. Endi ichida yaxshi, zo'r bo'lib ketganlari bor-ku, kam. Hozir kunda 27 yosh bo'lsam, maktabdagi sinfdoshlarim ichidan bitta bola bilan gaplashaman. Sabab?
qolganlari bilan ham gaplashgim keladi, men gaplashmayman demayman. Mavzu har xil, qiziqishlar har xil. Salom, yaxshimisan? Yaxshi. Uydagilar yaxshimi? Yaxshi. Bo'ldi, yog'i nima? Nima ish qolsa mana buni. Manchi bu ish. Bo'ldi, nima haqida gaplashamiz yana? Tugadi degan jihati yo'q. Ha, bo'ldi, tugadi. Shunaqa bo'lib, biznes kursga borib qolganman. Kurs sotib olib, biznes kursga borganimda haligacha 97% meni atrof muhitimdagi insonlar shu biznes kursda tanishgan insonlarim. Bu bilan nima demoqchiman? Atrof muhitingizda kim bo'lsa shunaqa bo'lasiz. Endi mana ko'pchilik obunachilaringizni ham qiziqtirgan bitta savol bor. Shaxsiy hayot masalasida mana o'zingizga yarasha daromadingiz bor, oila qursangiz, bemalol oilani tebratishga keragidan ortiq mablag'ingiz bor. To'y qachon? Va yana bitta qo'shimcha savol, uylanganingizdan keyin siz ayolingiz ham siz bilan tengma-teng ishlash kerakmi yoki faqat farzand tarbiyasi bilan shug'ullanish kerak? Endi to'y bilmadim. Bu sohaga qanaqa qaraysiz bu yo'nalishga? To'y bilmadim, endi 1-2 yil ichida qilamiz. Ayolim xohlasa ishlasin. Demak, u sohada ham, bu yo'nalishda ham ochiqsiz. Ha, xohlamasa ishlamasin. Xohlasa ishlasin, xohlasa ishlamasin. Bitta talabim bor. Mana bitta emas, tam 2-3 ta deylik. Birinchisi bu o'z sog'ligiga e'tiborli bo'lish kerak va sport bilan shug'ullanish kerak. Bu bir. Ikkinchisi, o'zini qanaqadir hobbisi bo'lishi kerak va o'sha hobbisini shaxsiy o'z ustidan ishlab rivojlanish kerak. O'sha hobbisida. Pul keltirmasin hobbisi. Chizsin, bilmayman. Tennis o'ynaydimi, nima qilsa ham shu o'zini shu rivojlanadigan bo'sh vaqtini o'zini anosi bo'ladi. Inson tug'ilganda nimadirni rivojlantirib, guldek, atirguldek o'sib chiqqisi keladi. Yopilib emas, atirguldek o'sib chiqishi uchun nima hobbisini rivojlansa bo'ldi. Har doim shu o'qishga talabchan bo'lish kerak. Intilib, o'zgarish, o'qish. Shunaqa bo'lsa bo'ldi. Xohlasa ishlasin, xohlasa ishlamasin. Endi menga yaxshi bo'ladi, menga yordam bersa biznesimda. Mana shu talablarga javob beradigan qizlar bo'lsa, plyus xotirib kelinglar. Mani biznesimga yordam bersa, menga yaxshi. Endi mana o'zingiz yuqorida mana shu qizlarga qo'ygan talabingizdan kelib chiqib, men o'zingizga ham savol bermoqchiman. Siz o'zingizga ham shu gul bo'lib ochilishingiz uchun rivojlanadigan hobbilaringiz bormi? O'zimga ham xuddi shu talab. Rivojlanish uchun nimalar qilasiz o'zingiz? Mana o'zimga ham xuddi shu talabni qo'yaman. Sport bilan shug'ullanishim kerak, sog'ligimga e'tiborli bo'lishim kerak, meni talentim o'sha hobbimni realizatsiya qilishim kerak. Menga yoqadigan narsa bu odamlarga chiqib gapirish. Treninglarga ko'p chiqaman, ko'p trening shuning uchun o'taman o'zim. Har chiqib gapirganimda kuchliroq odamlarga ta'sir o'tkazish, odamlarni kuchliroq jalb qilish, qiziqtira olish. Chunki spikerga juda ko'p narsa bog'liq. Odamlar oxirigacha o'tiradimi, yo'qmi, hayotini o'zgartiradimi, yo'qmi, siz orqangizdan boradimi, yo'qmi? Juda muhim bu narsa. Qanday gapirishingizga bog'liq, qanaqa yashashingizga bog'liq, qanaqa bo'lishingizga bog'liq bu narsa. Ana shuning ustidan ishlayman har doim. Shunaqa inson bo'lishim kerak, kerak bo'lsa butun mamlakat meni orqamdan ketdik, mana shu maqsad sari boramiz, deydigan inson bo'lishim kerak. Har kun shu ustidan ishlashga harakat qilaman. Har doim o'xshamaydi-yu, lekin shuni orqasidan intilaman. O'zimga ham xuddi shu talab. То есть biz o'zimizga ko'pchilik birovdan nima talab qilsa, o'zidan ham shuni talab qiladi. Birov bilan qanday munosabatda bo'lsangiz, o'zingiz bilan ham shunaqa munosabatda bo'lasiz. Birovni xatosi uchun urishsangiz, o'zingizni ham urishasiz. Birovni xatosi uchun maqtasangiz, o'zingizni ham maqtaysiz. То есть odam o'ziga qanday bo'lsa, birovga ham xuddi shunaqa. Siz o'zingiz biznes borasida qadriyatlaringiz, strategiyalaringiz bormi? Asosan qaysi qadriyatlarga tayanasiz va kelajakdagi siz tuzgan, deylik, 10 yillikka yoki 5 yillikka tuzgan strategiyalaringiz qanaqa? Birinchidan, ilojsiz narsani o'zi yo'q. Mana mamlaqa maqsad qo'yildi, mana shuni qilish kerak shuncha vaqtda. Voy, bu ilojsiz, bozorda hech kim qilmagan. Yo'q, biz uchun ilojsiz narsani o'zi yo'q. Biz birinchi bo'lamiz, значит. Ikkinchisi bu o'zini o'zi avaylamasdan 100% majburiyat mas'uliyatda ishlash kerak. Har bir inson o'zini o'tirgan joyida. Avaylab, dankasa bo'lish bizga emas. Halollik, adolatlik, hissa qo'shish, jamoaviy o'yinchi bo'lish, bir-birini mehribon bo'lib, qo'llab-quvvatlash kerak. Bitta o'zim chempion bo'lib ketaman emas, hamma bilan birga tortaman o'zim bilan. Shu strategiya kelsa, 5 yillik strategiya prям yozib chiqmaganman-u. Miyada bor 25-yil O'zbekistonda yaxshi o'zimizni joyimizni egallash. 26-yil ingliz tilida butun dunyo bozoriga chiqish. Dunyo bozoriga chiqishda juda ko'p dunyo bozorida ingliz tilida bizga o'xshagan SNGni fikrlashi hozir juda kerak.
Endi bilasiz nima bo'lib ketyapti hozir, har xil odamlar o'zini tug'ilgan inson o'zini jinsini bola tanlash mumkin ekan. Qaysidir shtatida Amerikada. Hozir bu narsani olib tashlashdi. Oldin mana yangi prezidentdan oldin shunaqa bu deb eshitganman. Bu endi ahmoqgarchilik u. Ingliz tilida kimdir chiqib bu haqida gapirsa, menga o'xshagan qanaqadir traditsion odamlar men o'ylaymanki, juda odamlarga foydali, manfaatli bo'ladi. Shuning uchun ingliz tilida chiqib, xudo xohlasa dunyoga chiqamiz. To'g'ri aka, yaxshi podkast bo'ldi va o'ylaymanki, bizni kuzatgan, mana shu sohaga endi kirib kelayotgan yoki kirib kelib, mana shu o'ziga kerakli bo'lgan bilimlarni o'rganaman degan insonlar sizni misolingizda yaxshi feedbacklarni deymiz, yaxshi maslahatlarni oldi deb o'ylaymiz. Bu podkastlarimiz davom etadi va biz kelgusi mana shu suhbatlarimizda yana ko'proq qaysi mavzularda suhbatlashishimizni xohlaysizlar, qaysi yo'nalishlar sizlar uchun qiziqroq, yana nima savollar bor yozib qoldiringlar. Biz albatta sizlarning savollaringizni mutaxassisimiz misolida o'rganamiz, tahlil qilamiz. Rahmat sizga. Sizga ham rahmat shunchalik savollar uchun. Mabodo agar kimdir o'zini noldan biznesini boshlamoqchi bo'lsa yoki bor biznesini rivojlantirmoqchi bo'lsa, bizning o'qishlarimiz bor, bemalol kelib, bepul konsultatsiyalar olib, bepul o'qishlarimiz ham juda ko'p yozilib kelishsa bo'ladi. Vot. Birga intilamiz, birga rivojlanamiz. Rahmat. Mana yuqorida aytib o'tganlaridek bemalol izohlarda fikringlarni yozinglar yoki bo'lmasa mana nomerlar qo'yishimiz mumkin. Bunga murojaat qilishinglar mumkin yoki bo'lmasa mutaxassisimiz o'zlariga direktdan yozsanglar ham bo'ladi. Har doim bular sizlar uchun ochiq, javob berishga tayyor. Sog' bo'linglar.